Salom do'stlar, sizlar bilan Pozitiv Plus kanali va bugungi videomda men sizlarga qanday qilib qo'shiqlarni minusovka qilishni o'rgataman, va'daga muvofiq. Buning uchun esa siz albatta bizning kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman do'stlar. Hali bundan da qiziq videolarimiz oldinda mana shu videoga like tugmachasini bosib, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Va endi men vaqtni olmasdan boshladim. Albatta Telegramdagi kanalimizga ham o'tib qolishingizni so'rab qolaman. Demak, boshladim do'stlar. Endi do'stlar telefonimizni olamiz va Google Chrome brauzeriga kiramiz. Google Chrome brauzeriga kirganimizda hozir birinchi usulimiz sayt orqali qo'shiqlarni minus qilamiz va bu yerga poisk tugmasiga ru-ru saytining nomini yozamiz. Ya'ni to'liq nomni shu tarzda yozasiz. ru-.ru saytiga kiramiz. Kirdik, ko'rib turibsiz. Oynasi shu tarzda ochiladi, saytning oynasi. Va bu yerda hozir kattalashtirib ko'rsataman. Burchakda mana bu yerda Udalit vokal is pesni degan joy bor. Shu yerga bosamiz. Bosganimizda mana bu oyna ochiladi va mana bu yerdan vibrate file tugmasini bosamiz. Va o'zimizning fayllarning ichidan o'zimizga kerakli bo'lgan qo'shiqni izlaymiz. Xohlagan qo'shig'imizni tanlab olamiz. Misol uchun men mana shu qo'shiqni tanladim. Bu 100% qo'shiqlarni minus formatiga o'giradi, faqat izlaganimizda albatta internetdan megabayt ketadi. Hozir men ikkinchi usulida buni to'liqroq tushuntiraman, ya'ni programma orqali. Mana hozir zagruska qilyapti. Zagruska qilib bo'lgandan keyin biz belgilagan qo'shiqni shu oynaga chiqaradi. Mana hozir chiqardi. Va bu yerdan biz hozir Сделать задавка tugmasini bosamiz. Сделать задавка tugmasini bosganimizdan keyin 5-30 soniya kutganimizdan keyin mana hozir 5 soniyani ichida chiqardi. Mana qo'shig'imizning minus formati do'stlar. Buni bemalol eshitib ko'rishingiz mumkin. Endi mana bu yerda 3 ta nuqtachani bosib skachat qilib olamiz do'stlar. Shu tariqa skachat qilib olamiz. Endi Google Chrome brauzeridan chiqamiz va ikkinchi usulni hozir tushuntirib o'taman do'stlar. Endi esa bizga Voice Pro dastur kerak bo'ladi. Voice Pro dasturini video opsiyasidan yoki bizning Telegramdagi kanalimizdan olasiz do'stlar. Mana bu yerda saqlashni qilib yuboramiz. Yangi ochilganda sizda shunday ochiladi va mana bu tugmachaga bosamiz do'stlar. Bosganimizda razрешить tugmasini bosamiz, ya'ni sizning fayllaringizdan ushbu programma foydalana olishi uchun. Va import tugmasini bosamiz va biz hozir bu yerdan o'zimizga kerakli qo'shiqni fayllar ichidan topib joylaymiz. Masalan, shu qo'shiqni men joyladim va bichka tugmachasini bosib, mana shu tugmani bosamiz. Va mana qo'shiqni joyladik. Bu yerdan mikrofon tugmachasini bosib qo'yamiz. Mana shu mikrofon tugmachasini bosamiz. Va bu hozir подтвердить tugmasini bosib, shu MP3ni minusga aylantiryapti do'stlar. Buning uchun 1-2 daqiqa yetadi do'stlar, bemalol. Mana hozir qo'shiqni minus holatga o'girdi. To'liq ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana ovoz chastotalari birmuncha ancha o'zgardi. Mana to'liq ko'rib chiqamiz do'stlar hozir. Bu aniq minusga o'giradi. Va bu megabayt sarflamaydi. Va mana bu tugmani bosib telefonimizga endi shu minus qo'shiqni yuklab olamiz. Bu yerdan mana qo'shiqning nomini o'zingiz o'zgartirasiz xohlasangiz o'zingizga mos. Mana bu yerda hozir normal bosimida turibdi. Buni o'zingiz o'zgartirishingiz mumkin xohlasangiz. Va mana saqlaningni bosamiz, saqlaningni qiladi do'stlar. Albatta video yoqqan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.